Ha, yaramaz. Qandamas. Qayda kiring? Ha, bana ettiler mi? Nexia egasi kim edi? 30 deyapti, 30. Ha? 2010. Kim egasi? Men egasi. Assalomu alaykum. Yaxshi. Yili necha edi? 10. Necha pul berdi? 30 million. Oching qancha qoldi? Ko'rdi anolar. Ha, men o'zimdan bir ko'ray, ha? Har kelishib berasizlar. Ha, Qadamsiz? Qora jintirab ololmadim. Bildim. Yen chiqadimi? Chiqarishma sotib ketayin deb ololmasin. Ololmasangiz ham soting, to'g'ri. 1.5 metr. Ajala yarim metr shunday arqaroq. To'rtta bolani motor. Motor kelganmi? Qani yoqing qani hozir? Yana bir soda qilib ko'ramiz. Ketgandan keyin urib ko'r deydi. Ot yopish kerak motor. Malo qo'ysangiz bo'ladi. Ko'p qiladi. Endi chiqadi. Hazillashmas bir narsa aytgan, nech pul deysiz? Mayli. Sotaman deb kelgansiz, yaxshi niyat bilan. Yo'q, ket. Bo'ladi, siz 20 millionga olib qolasiz. Mayli. Motorini ham qilinadi, boshqa narsasi ham, baloni ham qo'yiladi. Lekin motorlarni qilish kerakmi? 1.5 ta, aniq 5 million siz kami 5 million siz tayyor bo'lmaymi motor? Bo'lsa mayli 20 millionga bering, tavakkal olib qolaman, bir yaxshi niyat bilan kelasiz. Beravering, hech ikkilanmay beravering. Motor yog' yemayotganlarni ham 22-23 gacha olaman. Shu turib saslamaysiz. Endi bundan hozir kraska so'ralmaydi. So'rayotgan narsasi ham kam o'zi. Bo'lsa bering, shogirdim nechta so'radi? 20 dedi. O'tib bering degan ekan. O'tyapmangmi? 20 ni o'zi bering, bir yaxshi niyat bilan kelgansiz. Buni dod boqosi. To'g'ri kelsa bering olaman. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Lubba mashinaga skid qilib beraman, bartirma. Buni puli ham yana qo'shib bosh olmoqsiz, to'g'rimi? Aka, o'sha olayotgan mashinangizdan keyin nima qilib beraman? Skidkasini olaman. Zo'r bo'ladi. Beravering. Sotaman deb keldim, soting. Hech qanday kam so'ragan joyi yo'q. Xohlaganingizda tomosha qiling, Instagramda bor. Xohlagan odamingiz bor, kurs turing ham agar shu pulga so'rasangiz. 20 million dodlatib so'radi. Biz mana mashinamga javob bermay tarafga. Ko'pam siqilib qolmang, nima siqilib qolyapti? Beravermaysiz aka. O'zi narxlar tushib ketyapti. Buni hozir 20 so'rab turibmanki, buni keyin buni shu pulga so'ramaydi. Ha, bizga ham aytqa borasiz, beshqa borasiz, sizlar sota olmasangiz, to'xta 20 bo'lsa ham shunga beraman deb kelasizki, keyin bu narx so'ralmaydi. Tomoni ham. Bunu bilaman desanglar hozir 7-8 million xarajatga turibdi. Eng kami, yil 7 million 8 million xarajat qilib, ana undan keyin buni minsa bo'ladi. Motor ham Ya motor. Motor kepulga to'rtta balon qo'yiladi, motor qilinadi. Zo'r xarajat. Yana o'zi savdo qilmadi, chiqib demang dedim-da, ichkari odam bor edi. O'shaga savol javoblarni qilib turdi, o'shaga chiqmadi. Bo'lsa bering 20 olaman. Necha pul bo'lsa berish kerak? Yo'q, qo'ying, gap qo'ying. Hazillashmang. Necha pul bo'lsa soting?
Aytib ko'raman, ishsiz qalbisiz men. Mani savdom to'xtadi. Mani savdom to'xtadi. 20 millionga to'xtadi. Aqlim yetgan savdo 20 million. 20 danmi? Ha. Hech bo'lmasa bir 22 deb ko'ramizmi? Ha, 25 mi deb ko'raymi? Aytaman, o'tib ketaman keyingi savdosiga. Uyalaman. Uyalaman. Aytishga aytaveraman, uyalaman. Aytib ko'raman dedingiz. Yo'q, hech bo'lmasa 25 deb aytib ko'ray, haqiqatga yaqinroq qilib. To'g'risi. Xo'p, akalar ko'ringlar. 2010 ha? 2010-yil 1.5 motor, Lux 5 konditsioner, motor kiyib bo'lgan, 4 ta balon qo'yiladi. Kraska endi yengil asist hisobiga o'tadi baribir ham. 29 million bo'lsa beraman deyaptilar. General davrimiz chiqadi. Agar kimgadir muhim bo'lsa ko'rsa meni egasi. Apachili yo'q? 5 minut. Men keksa